Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'zimning mashinamga judayam ko'p hozir trendga chiqqan podkrelnik uстановка qilyapman. Videolarni qo'ydim, judayam ko'p obunachilarimiz aktiv. Zakaz berib tashadi, yaqinda Termizga borishimiz kerak. Afshi hamma tomonda bomba qilib tashadi. Zakaz berib, oq mashina qanday turadi deganlar uchun hamma tomoni qotirildi. Mana bu yer skobiga qistiriladi, bu yerlari qotiriladi, bu yoqlar ham qotiriladi, epalari ham qotiriladi, hech qanaqa o'ynamaydi. Mashina turadi. Obezdi stikerlarni polni yopgan, simlarini hech qanaqa chiqib ketmaydi. Amortizatorlar ustiga suv kirmaydi. Toza holda saqlanadi. Eng zo'r moyga kirgan payt loy bo'lsa, bitta karterasi tushib ketadi. Oldingida ham bunaqa qilib ushlab o'tirishga hojati yo'q. Tayyor bo'lgan holatlarini ikkinchi videoda qo'yib o'taman. Balon qotirilgan holatlarini. Zavodskiy holati shunaqa bo'ladi. Mana obezda stikerlar ochiq turadi, tomonlar ochiq turadi, bu yoq ochiq turadi. O'zini olib tashlaymiz. Mana suv kirib ketadi, o'sha uchun qoplama polni yerlarni suv kiradi. Juda ham qulay. Narxi 400 ming so'm ustanovkasi ichida. Bemalol dostavka zakaz qildirsalaringiz bo'ladi. Qo'yilgan holatni ham tayyorini ko'rsatib o'taman. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Yaxshilab ahamiyat qilamiz. Mana yana podkrelnik turibdi. Hozir 3 ta mashinaga qo'yib berishimiz kerak buni ham. Mana o'zimning mashinamga o'rnatildi. Qop-qora bo'lib turadi, oqshoy bilinmaydi. Ichkaridan ko'rinishi. Endi video uncha juda zo'rab bera olmayapti, lekin real qarasa juda ham zo'r. Ichkari osilib qolmagan, tortilib qolmagan. Uzoqdan ko'rinishi qop-qora bo'lib turadi. Narigi tomoni ham xuddi shunaqa. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. Ko'rinishi ham chiroyli ekan. Umuman tiqir-tiqir degan ovoz yo'q. Hammasi qotirilgan mana. Umuman boshqa narsasi yo'q. Gaykalar bilan qotirilgan. Sog'dan ko'rinishi mashina ko'rinishida bo'lib turadi. Qop-qora bu. Narxini aytib o'tdim, yana bir aytib o'taman. 400 ming so'm o'rnatib berishi bilan o'rnatishga yarim soat vaqt ketadi. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bemalol dastavka qildirsalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, bemalol o'zlaringiz qo'yib olsalaringiz ham bo'ladi uy sharoitida. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni Cobalt World'ga tarqatib qo'yamiz. Yangiliklar hal oldinda kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Zakaz bo'lsa bemalol Telegram orqali yozaveringlar. Surxondaryo Termizga ham olib boramiz.